Assalomu alaykum Farg'ona Avzor ashaddiy muxlislari. Hozirda biz optim va arzon narxlarda mebellar sotgan joyga kelganmiz. Ya'ni ishlab chiqaruvchini o'zidan. Bu uzoq joyda emas, o'zimizni quvamizda. Xudo xolasa bu yerdan birinchi marta video qilyapmiz. Qarang, mana bu stullarni zo'rlari bor ekan. Xo'p, 3 million 300 ming so'm, 3 million 200 ming so'mdan boshlanadi ekan. Qaranglar, mana shu yangi hammasi. Bundan tashqari perexoshkalar bor. Bu yerda assortiment nihoyatda ko'p ekan. Videoni shoshilmasdan ko'ringlar-da. O'zim bitta aylanib chiqdim, assortiment juda ham ko'p ekan. Shu quva bo'yicha eng katta mebel ishlab chiqaruvchilar bular bo'ladi. Shunaqa penal kamutlar mana qaranglar. Zo'rlari bor ekan, mana bu tomonda ham, qorasidan. Yotoqxona mebelini ham zo'rlari bor ekan. Xo'p, bu tomonda mana ugaloylar oshxonaga, xo'p, yakkali divanlar, spalni garniturlar, xo'p, shkaflar. Shkaflarda ham har xil variantda bor ekan. Kupe deysizlarmi, oddiy eshikli. Ular juda ham katta joy. Shu yerdagi akamizdan sizlarga ma'lumotini olib o'tamiz. Eng qiziq bu yerda qaranglar. Muddatli to'lovi ham chiqadi ekan. Ya'ni hamma mebellar muddatli to'lovga olishlari mumkin. Mana shu quva ichi yaqin atrofga dastavka bepul ekan. Qolgan joylarga xudo xolasa kelishilgan narxlarda. Mebelda assortimenti juda ham ko'p. Shoshilmay ko'ringlar, sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. Xo'p, shkaf so'ragan obunachilarimizga qaranglar, bu tomonda mana shkaflarda ham zo'rlari bor ekan. Xo'p, chekkalariga o'sha birlik kromka bosilgan stanoyda, xo'p, divanlar mana. Shkaflarda ham har xil assortimentlardan kattasidan ham bor, kichigidan ham bor. Videoni ochsa ko'ringlar, shu yerda akamizdan to'liq ma'lumotini olib o'tamiz. Boshlasa. Xo'p, razmeri necha bo'ladi ekan bu shkaflar? Shpanelarimizning enlari 1.60 bo'ladi, balandliklari 2.10 bo'ladi bularda ham. Bularda ham kromkalarni 100% stanokda bosganmiz. Ishlarni ko'rsatsangiz bo'lar. Bir tarafi vishilka bo'ladi, bir tarafi polka bo'ladi. Mana bu tomoni vishilka. Xudo xolasa bularni o'zlaringiz ishlab chiqarasizlar, a? Ha, ishlab chiqarishimiz bor, sex bor o'zimizda. Hammasi o'zimiz mahsulotlar. Hop, seflari ham bor ekan. Seflari ham bor. Hop. Razmeri necha desiz? 1.60 desiz? Enlarini 1.60, balandliklarini 2.10 hisob olishaveradi. Xudo xolasa. Bu 4 ta eshikli. Razmeri ham kattaroq. Buni 3 ta eshiklari ham bor. Shularga adashtirib qo'ymaysizlar. Buni narxi necha bo'ladi? Narxini 1.5 million so'mdan quvonchiga dastavka ustanovka qilib beryapmiz. Dastavka ustanovka. Uzoq joylarga kelishilgan holda hozir aytganimizdek. Xo'p, bularda hammasi bir xil, rangida anaqa narx o'zgarmaydi? Yo'q, ranglarida faqat rasvetkasida farqi bor. Qolgan joylari hamma yo'g'i razmerlargacha bir xil. Razmerlarigacha bir xil, narxi ham bir xil. G'aladonlari. Xo'p, endi bu yerda kichikroq bor ekan. Ha, bu shfanerimizdan hozircha bitta qoldi. Razmerlari 1.20 lik. 1.20. Ha. Narxini 1 million 200 ming so'm qilib beryapmiz. Buni ham kromkalari stanokda bosilgan. Mana taylarda g'aladonlari bor. Xo'p, endi bulari. Ha, bularda ham enlari 1.60 hozirgilarga o'xshab. Faqat bularning bo'ylari balandroq, 2.25 bo'ladi. Tevalari antriksolli, отдельно ochiladi tevalari. Ko'proq narsa sig'adi endi bularga. Hozirgi shfanelarimizga o'xshab bir tarafi bularda ham poni vishilka bo'ladi, bir tarafi polka bo'ladi. Bularga hozir rossiyskiy laminat shekilli. Hammasi 100% rossiyskiy laminat. Rossiyskiy laminat. Sifati zo'r. Kromka bosilgan. Xo'p, taylarli mana g'aladonlar. Xo'p, bularning narxi necha pul endi aka? Bularning narxini 2 million 200 ming so'mdan aytilyapti. Aytilish narxlari sotilishi 1 million 900 ming so'mdan quvonchiga dastavka qilib beryapmiz. Uzoq joylarga kelishilgan holda qilib beramiz. Kelishilgan holda, misol uchun Farg'ona, Marg'ilonlarga ham yo'lida qilib beramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa chiroqni bitirib beramiz. Xo'p, bularda rasvetkasi mana hammasigina narxi bir xil hozir. Narxlar hammasi bir xil. Mokriy qorasi ham. Rost moda bo'lyapti ham, ko'proq svet. Xo'p, bu ham hammasi narxlari bir xil. Xo'p, endi bu yerda qaranglar, yakkali divanlar bor ekan. Yakkali divanlarimiz bor. Hozircha bular assortiment sal yengillab qoldi, lekin qo'limizda xo'p bu to'ralasi ochiqroq svetda turganlar, bular 100% hammasi hamma yo'q laminatdan, taylarigacha, sargilari, aslovaynalari hammasi laminatdan ishlarni ochib olib uni ham ko'rsatamiz. Machalkalari qalin, kladovkalari chuqur. Narxlari 1 million 200 ming so'm narx aytilyapti. Endi 1 million so'mdan qilib beramiz bularni. Donasiga bular. Donasiga bo'lyapti. Bitta ochib ko'rsating aka. Xo'p, aka, mana ishlarni ko'rsangiz, aslan aytganimdek, sargilari ham 100% laminat. Bu yerda laminat ekanda. Bular ham laminat. Buni kladovkasi chuqur bo'ladi. Taylariga HDF qoqqanmiz. Hozir
hidif qoqilgan Ha, qoqilgan tagiga. ekan. Deb emas, hidif qoqilgan. Kafiyatimikin Machalkasining qalinligini, tayi ham laminat. bu ham machalkasining qalinligini olib qo'ysiz aka. Hmm. Hozir men 650 ming so'mlik variantimizni ham ko'rsataman. Bular Farqi anchagina bor. farqi bor. Farqini bilsalaring bo'ladi. Ha. Siz bu tarafdan yursangiz joy sal torroq, men bosh tarafdan ochib ko'rsataman aka. Mhm. Xo'p, 650 ming so'mlik variantimiz, buni ham taylari kladovka bo'ladi. Endi hozirgi bilan farqini ko'rib olsalaring bo'ladi. Farqini ko'rsalaring. Sargilar prosto displey, aslaniyasi ham prosto displey bo'ladi. Machalkasi narigilarga nisbatan bu yupqaroq. Yupqa. Ana kladovkasi ham sayozroq bo'ladi. Hmm. Chuqurlik borasida. Xo'p, bu necha pul dedingiz Buni 650 ming so'mdan qilib 650 beramiz. ming so'm. Qo'yib yuboring. 650 ming Farqini so'mdan qilib beramiz. ko'rdilaring. Misol bir xil kommentariy yozishadi. Misol shunaqani reklama qilsak, 650 ming so'mga ham bor deydi mana. Farqini ko'rib oldilaring o'zlaring. Farqi ancha katta. Xo'p. Bu tomonda ham qaraylik, yotoqxona mebellari zo'rlar bor, ularni ko'rsatamiz. Hozir akamiz aytadi, bu tomonda mehmonxonaga nimalar bor? Mehmonxonaga troykalarimiz, penalarimiz, gorkalarimiz bor. Troyka, Seramatlar, penalar. hamma idish tovoq teradiganlarimiz shu yerdan bular, boshlanyapti. Ha. Aha. Xo'p, bu necha metr joyga tushadi aka? Bu 320 dan katta joylarga tushaveradi. Bular 320 dan. troykalilik uchun oralarini sal kattaroq qilib ochib qo'ysa, chiroyli ko'rinadi. Bular lekin bir-biriga zichlab qo'yilganda 320 razmer bo'ladi. Undan kattaroq joylarga aytganimdek chiroyli ko'rinadi. Mana shu 3,5 uyga tusharar ekan. Zo'r tushadi o'shalarga. 3,5 uyga zo'r tushar ekan. Xo'p, bu 3,5-4 metrlarga tushadi. bu birli kolonnaga Oynalarimiz, qo'yadigan. ha, chaqlangan, qo'lda kesmaydi. Bu oldi tomoni anaqa bo'ladi, MDF. Buni deyarli 90%, 95% ham MDF deyaveraylik, chunki faqat ichidagi polkasiga laminat ishlatilgan xolos. Qolgan hamma joyi 100% MDF dan bo'lgan. Chunki yon qismlari ham, ha, bu yonlari ham. pastki qismi ham, teva qismlari ham MDF bo'ladi. Faqat ichida bitta polkasi laminat bo'lgan xolos. Qolgan hamma deyarli 95% MDF dan bo'lgan. Xo'p, buni narxi necha pul endi? Xo'p, aytilish narxlari 6 million 700 ming so'm narx aytilyapti aka. 6 million so'mdan qo'yamiz ichiga, dostavka uстановка qilib beryapmiz bularni. Hozir aytganimizdek, uzoq joylarga kelishgan holda qilib beraveramiz. Xo'p, endi bunaqasi bor ekan bu tomon. Xo'p, bu kelishingizni bir nimasi bor ekan-da, faqat Sababi. Xo'p, bu high-tech fasonimiz, bu ham troykamiz. Buni ham razmerlari xuddi hozirgi olganimizdaqa, orqamizdagidan 320 dan katta joylarga tushiradi, 3,5 metr, 4 metr joylarga qo'ysa, chiroyli o'rnlardi bularni ham. Buni oyoqlari bunaqa temirdan bo'ladi shekilli. Ha, oyoqlari ham turetskiy oyoq, temirli. Xo'p, ikki qismlari qaraydi. Kuydirilgan, birli kalonni ayni qo'yadigan. Aka, buni narxi necha pul endi? Buni ham narxini 6 million 700 ming so'm narx aytilyapti. 6 million so'mdan qo'yamiz ichiga, dostavka uстановка qilib beryapmiz. Bundan tashqari bunaqasi ham bor ekan, bitta. Ha, bu fasonimiz ham hozircha qo'limizda sal narxlari arzonroq chiqayotgan variantlarimizdan bittasi mana shu. Bunga narx aytishimiz 6 million, kechirasiz, 3 million 700 ming so'm narx aytilyapti. 3 million 300 ming so'mdan dostavka uстановка qilib beryapmiz. 300 ming, bu tevasi addiy bo'ladi. Ha, bu teva korpus 3 ga bo'linadi, pasti bitta butun bo'ladi. Jami 4 qismda, 4 ta bo'lakka bo'linadi bular. Bularda fasadlari ham 100% MDF dan bo'lgan. Xo'p, qaraydi, orqa tomonda mana ko'zgusi bor. Bir xilgilarini bo'ladi. Ko'zgusi bo'lmaydi, lekin bunda ko'zgusi bor ekan. Ko'zgusi bo'lmasa ham narxi arzonroq chiqadi, 200 ming so'm arzon debdi. Xo'p, bu tomon yuraveramiz endi-chi. Bu qo'limizdagi bularimiz, bu high-tech fasondagi penalimiz. Xo'p, razmerlari bu ham 3 metrdan katta joylarga tushaveradi. Mana ichki qismlari. Bulardan xuddi shunaqa birli kalonni ayni qo'yadigan. Trimosi. Xo'p, buni narxi necha pul endi shu komplektda? Buni 5 million 700 ming so'm narx aytilyapti. 5 million so'mdan dostavka uстановкасы bilan qilib beryapmiz. Dostavka uстановкасы bilan qilib beriladi. 5 million so'mdan beraveramiz bularni. Xo'p, Ofizdagi fasonimiz, bunimiz gorkamiz, razmerlari 280 bo'ladi. Eniga balandliklarini 2,5 metr hisob olishaveradi. Buni troykasi ham bor edi, hozir videoga olgansiz. Bu bir-biriga yopishib turadigan gorkasi. Bular orasi ochilmaydi. Orasi ochilmaydi. Ha. Xo'p, bular narxi necha pul ekan? Xo'p, bularni 5 million 800 ming so'm narx aytilyapti. 5 million 300 ming so'mdan dostavka uстановка qilib beryapmiz. 5 million 300 ming so'm dostavka uстановка bor. Xo'p.
Bular ham shu yopishgan ekan bir-biriga. Bular ham yopishgan variantlari. Xo'p, bular gorkalarimizni 3 metr, 3 metrdan katta joylarga qo'yishsa bo'laveradi. Xo'p, narxlarini 5.200.000 so'm narx aytilyapti. 4,5 million so'mdan dastlabki uстановka qilib beryapmiz. Bulardan sifati xudo xolasa zo'r chiqqan. Bular ham o'sha MDFda bo'ladi. Bularda ham xudo xolasa 95% MDFdan bo'lgan. Hop, bu bir xil shaklda hozir. Ikkalasi fason deyarli bir xil. Bir xil narxi ham bir xil. Bunisi bor ekan, Ha. bitta boshqacharoq. Bunimiz penalimizni hozir bizda eng katta razmerimiz mana shu penallarimiz ichida. Xo'p, bir-biriga tekkizib qo'ygan holatda razmerlar 360 bo'ladi. 360 dan katta joylarga bemalol qo'ysa bo'laveradi. 4 metr, 4,5 metrli joylarga. Narxlarni 6,5 million so'm narx aytilyapti. 6 million so'mdan dastavka uстановka qilib beryapmiz bularda ham aka. 6 million so'mda shu quvaychi dastavka uстановka Ha. bor. Keyin bularda ham ixchamroq varianti ham bo'ladi aka. O'rtada turimo qismi sal kichikroq bo'ladi. Hozir bu kattasi. Ularning razmerlari 320 lik bo'ladi. Bular 360 lik. Misol 3 metrliklari ham bo'lishi mumkin ba'zi joylarda. Ular narxlari arzonroq chiqadi. O'zimizda ham bor edi, hozirga tugab qoldi. Ularda narxlari yengilroq bo'ladi. Misol 5 million so'mdan ham bergan kunimiz bo'ldi ularda. Arzonroq bo'ladi. Bu undan ko'ra 1 million qimmat. Gabaritlarida farq bo'ladi. Shular bilan adashtirish bormasin. O'zi mana Trimosni o'zi 180 chiqsa kerak. Ha, chiqadi. Trimosni o'zi 180 chiqadi. Xo'p, bu tomonda ham boshqachalar bor ekan. Bu tarafdagi fasonimiz ham chiroyli fason. Razmerlari bu ham shu 3 metr, 3,5 metr joylarga chiroyli o'rnaveradi. Balandliklarini hammasi bunaqa mehmonxonaga qo'yiladigan troyka penallarda, gorkalarda balandligini hammasi 2,5 metr bo'ladi deyarli. Bu gorkamizning narxini 5.800.000 so'm narx aytilyapti. Shu 5.300.000 so'mdan uстановkasi bilan qilib beryapmiz. 5 million uстановkasi bilan. Hop. Bu tomonda boshidagi bilan bir xil shaklda bu. Ha, birinchi olganimiz bilan bir xil bu ham. Endi mana shu yerdan o'tib ketsa, yani stol-stulda bor ekan. Ha, o'sha yerdan o'tib ketsa ham bo'laveradi. Qani kadringiz yaxshi chiqsa, bo'lmasa naridan kelaylik aka. Endi mana uni olmaymiz, bu restavratsiya bo'ladi. Qarovsiz qolgan. Ha. Mana shuni olib ketaylik, naridan kelaylik Mana aka. shu yerdan ketaveramiz. Aha. Hop bo'ladi. Hop, patinka teradiganlar ham bor ekan, bero'xoshkalar ham bor ekan. Shundan boshlayveramiz, a? Ha. Xo'p, bu 12 talik stolimiz, materiallari listoy. Hop. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarini 4 million so'm narx aytilyapti, 3,5 million so'mdan. Buni ham dastavkasini qilib beryapmiz chiroyli qilib. 3,5 million so'mga 3,5 million so'mdan qilib beramiz. quvaychi dastavka berib qo'ydi. Machalkalari ham qalin qilingan, oyoqlariga ham e'tibor berasiz. Ba'zi joylarda oyoqlarini, stolini oyoqlari sal soddaroq variant bo'ladi. MDF ishlatilmagan bo'ladi. Narxlari misol ta'sir qiladi, narxlariga 200 ming arzon chiqadi ular. Uni xon taxta qilib ishlatsa ham bo'laveradi stolini. Xon taxta ham bo'ladi. Ha, oyoqlarini yotqizib xon taxta qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Shunda o'zi 12 talik bo'lyapti. Ha, gatovilarimiz hammasi 12 talik. Misol bundan kattaroq kimgadir 14 talik, 16 talik, 20 talik, misol 24 talik qilib bergan kunimiz ham bo'lgan. Pad zakaz tayyorlab beraveramiz. Unga Zakaz olaveramiz. Xo'p, bunisi Hop, Cobra Monica deyiladi fasonimizning nomi. Bular ham 12 talik. Stollarining razmerini aytib o'tib ketay. Nariganga nisbatan buni stollari uzunroq bo'ladi. kattaroq Ha, bo'ladi. 320 ga, enlari 120 bo'ladi. 320 ga. Uzunasi 320, enlari 120. Bu stolimizdan xon taxta qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Oyoqlari tumbali. Hop, 12 talik narxiga keladigan bo'lsak, 6,5 million so'm narx aytiladi aka. 5.800.000 so'mdan dastavka qilib beryapmiz bularni ham. 5 million 800 ming. 5.800.000 so'mdan. Bunga ham zakaz olaveramiz. Ko'proq misol 16 talik, 20 talik deydimi, 24 talik deydimi, olaveramiz zakaz. Tayyorlab beraveramiz. Xo'p, endi. Xo'p, bu fasonimiz nomi qoplama deyiladi. Xo'p, razmerlari, stollari bir xil bo'ladi. 320 ga 120, xon taxta qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, 7.200.000 so'm narx aytilyapti. 6.400.000 so'mdan buni ham dastavka qilib beryapmiz. Bu material qoplangan ekan, Ha, o'sha nomidan kelib chiqib, ha, chekkalariga qoplanganligi uchun nomini qoplama deb qo'yganmiz buni. Orqa tomonlar. Xo'p, bularning material listvami bular? Yo'q, bular baqaterik bo'ladi. Baqaterik. Ha, agar kimgadir yong'oq xohlasa, yong'oqni ham zakazga tayyorlab beryapmiz. Hozir narxida ozgina farq bo'ladi, lekin yong'oqlarda 400 ming so'm, ko'pi bilan 500 ming so'm farq qilishi mumkin. Farq qiladi. Xo'p, bunisi-chi aka? Bunisi bir. Bunimiz ham mana bu bilan bu ham bir xil. Bu tillarang sepilgan, shampan sepilgan kraskasi, nariga jemshuk sepilgan oq. Buni ham o'sha 5.800.000 so'mdan dastavka qilib beraveramiz aka. 5.800.000 so'mga dastavka qilib beraveradi.
Xo'p, bu oyoq kiyim postavkami bular aka? Ha, oyoq kiyim teradiganlarimiz bularni bu bo'yi balandrog'i, bo'yi pastroqlari ham bo'ladi. Mhm. Hozircha assortimentimiz bunga sal ozroq, lekin yana boshqacha MDF yulliklarimiz ham chiqadi. Bularni 450 ming so'm narxi aytib 400 ming so'mdan beryapmiz. 400 ming so'm. Ha, bo'yi pastroqlari bo'ladi, 350 ming so'm bo'ladi. Mhm. Bular bilan adashtish bo'lmasin. Xo'p. Bulardan kromkalari 100% stanokda bosilgan. Bu pirogoshkadachi. Xo'p, brixoshkamiz bu kichkina varianti. Xo'p, narx aytilishi 800 ming so'm narx aytilyapti. Buni 650 ming so'mdan beryapmiz. 350 ming so'm degan. Bu ham 100% stanokda bosilgan Stanokda bosilgan kromkalari. ekan. Xo'p. Bu yerda sondiq javonlar ham bor ekan. Sondiq javonlarimiz bu yerda ham komotlari bu kattaroq fasoni. Komotlari o'zi sal ixchamroq bo'ladi. Sondig'i javoni ikkita komoti bilan birga komplekt. Xo'p, narxi 2 million 800 ming so'm, 2 million 400 ming so'mdan mana shu to'ralasini beryapmiz. Siz mana shu to'rova To'rovi, 2 million 400 ming so'mga beryapmiz mana shularni. Bu ham MDF bo'ladimi aka? Bularni ham fasadi 100% MDF. Fasadi MDF bo'ladi. Kromkalari bu ham stanokda bosilgan. Hmm. Sondiq javonlarimiz ham sal assortimentimiz endi vibrlarimiz chiqadi bu qatorda. Ha, bu yerda ko'p ekan. Ha. Hozircha o'sha 7 komplekt, 8 komplekt bor hozir sondiq javonlarimiz. O'ziga mana shu mashina komplekt sotilinadi. Ha, sondig'i javoni bu komotidan yana bitta bor, sandiqni ichiga solib qo'yganmiz. Ha, bitta bo'ladi. Ha, u bir jup bo'ladi ana bir jup komotimiz. Jami 4 ta narsada. Mhm. Hozir bu ham 2400 ming arzonroq. Yo'q, bularcha arzonroq. Bularda 2 million 200 ming so'm narx aytyapmiz. 2 million so'mdan qilib beramiz. 2 milliondan dastavka qilib beramiz. Ha, 4 ta narsasi. Bu yerda mana bunaqalari ham bor ekan. Bular akril shekilli, Ularimiz akril, ha. akril. Qolganlarimiz hammasi fasadda naqshi bo'la hammasi endi. Ikkinchi etaji ham chiqdi. Ikkinchi etajda ham katta assortimentda yumshoq mebellar, ugaloylar bor ekan, qaranglar. Holatlari, kачествоsi juda ham zo'r ekan. Xo'p aka, buni razmeri necha bo'ladi? Xo'p, o'zini точный razmerini aytib o'taman. 320 ga uzun tarafi, kalta tarafi 220 bo'ladi. Komplektimiz ichiga ikkita pufiklari, jurnalning stollari kiritilgan. Endi jurnalning stoli og'irligi uchun ikkinchi etajga olib chiqmaganmiz, pastda bor. MDFli bo'ladi stoli ham. Ha. Bularni hozir razmeri 320 ga 220 liklarimiz stollari, jurnalning stollari 180 ga 90 bo'ladi. Jurnalning stolni ham razmerini aytib o'tib ketay. Xo'p, materiallarga keladigan bo'lsak, materiallarimiz mo'yshi material, macharka plotnostlarimiz 100% 22 plotnostda qilingan bo'ladi. Taylarda zimeka prujinalari ham bor. Hozir bu burchi tanlamaydi bu? Yo'q, o'ng chap tanlamaydi. Uyda to'rala burchagiga qo'ysangiz bo'laveradi. Yon qismlari. Xo'p, bu qatorimiz chiqqanimizda chap tarafdagi qatorlarimiz hammasining narxlari bir xil. Xudo xolasa kelisda yo'lda qilib beramiz. Farg'ona obzordan oldingizlar, o'zi kelishtirib berishadi. Razmerlarigacha xudo xolasa bir xil plotnostlari, macharkasini, tayda zimekalari ham bir xil qo'yilgan. Ha, bu tarafimizdagilar 5 bo'likli deyiladi. Xo'p, 420 ga 320, kechirasizlar 220 bo'ladi. 420 ga 220. 420, 220. Xo'p, bu yerda ham shuna pastavkalar bor ekan, burchi. Stakanchilarimiz bor. Bular ham qanaqami plotnostlari 100% bularga ham 22 tayda zimeka prujinalari bor. Xudo xolasa garantiya beramiz bu ishlarimizga. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Pufilari 4 tadan bo'ladi. Stollarining razmerlari 275 ga 120 bo'ladi. O'zi hammasi razmeri bir xil, razmeri bir xil, ha, hammasi. Bir xil razmeri. Qaraydi, juda ham go'zal qilib ishlab qo'yish dizayniga bitta e'tibor berasizlar. Xo'p, pastda akamizning nomeri bo'ladi. Mana shu do'kon egalarini o'zlari ishlab chiqarishadi, o'zlarining sexi bor. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa, shu aytib o'tganimizdek muddatli to'lovga ham chiqarib berishaveradigan. Manzilni yana qaytarib o'tamiz. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida. Quvani sentridan ketishdi. O'sha Raygas tomonga ketishdi. Raygas bor edi. Raygas bor. Mifta yonida, Mif bilan bir duo qo'shni. Mif bilan bir duo qo'shni. Bir duo qo'shni. Zakis byuro hokimiyat chetdan o'tganingda. Pastki nomeriga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Farg'ona obzordan oldingizlar, yana ham chiroyli narxda qilib berishadi, xohlasa.